No, avvalambor assalomu alaykum. Katta rahmat aytmoqchiman muxlislarimizga qo'llab-quvvatlab turgan stadiondan, televizor oldidan yurtimizda qo'llab-quvvatlab turgan barcha muxlislarga kattakon rahmat. Biz his qilib turdik ularni qo'llab-quvvatlashini. Internetda ham, masalan, turnirdan oldin, hozir stadionda ham butun stadion O'zbekiston deb qo'llab-quvvatlab turdi. Rahmat aytmoqchiman. Bu turnir juda ham muhim turnir edi. Yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Juda ham ko'p kutdik bu turnirda. O'ylaymanki, bu turnirda bizga qaysidir joylarda omad, qaysidir joylarda tajriba yetishmadi. Chunki bunaqa o'yinlarda bitta moment hamma narsani hal qilib qo'yadi. O'shaning uchun har doim 90 minut davomida konsentratsiyani yo'qotmay turish kerak. Va ko'pchilik sizni aytayotganda, aynan Olimpiadadan keyin o'sha klub borasida o'ylashni boshlaydi deyotganda-da. Aytingchi, CSKAda faoliyatingizni davom ettirasizmi yoki sizda boshqacha takliflar bormi? Ko'rib chiqyapsizmi? Hozir men bilmayman u haqida. Hozir men bor e'tiborim sborniga qaratilgan edi. Hozir endi o'yindan keyin CSKA jamoamga qaytaman va keyingi o'yinga tayyorgarlik ko'rishni boshlayman. 4-kuni o'yin. O'shanga tayyorgarlik ko'raman. Meni shartnomam bor. Hamma bilib turibdi. Hamma narsani o'z vaqtida bo'lgan yaxshi. Rahmat. Va oxirgi savol, 23 yoshdan katta futbolchilar jamoaga qay darajada iliq o'sha qo'shilib keta oldi deb o'ylaysiz? Yaxshi qo'shilib ketishdi. Baribir ular biz bilan ko'p bo'lishmagan. Chunki bir hafta 10 kunlik tayyorgarlik va ularga ham qiyin. Ularni ham tushunsa bo'ladi. Chunki boshqa sistemadagi futboldan bu yoqqa kelib sirasi qo'shilib ketish ham qiyin. Lekin ular harakat qilishdi. Ozgina baribir vaqt yetishmadi tayyorgarlikka ularga ham. Chunki baribir qanchalik ko'proq komandalar bilan birga bo'lsa, shu taktikalarga ham qo'shilib ketish osonroq kechadi. Hamma jonini berdi. Bu yerda hech kim masalan turnirga yutqizamiz yo gruppada qolib ketamiz deb hech kim kelmaydi. Chunki biz shuncha harakat qildik. Menimcha muxlislarimiz ham to'g'ri tushunishadi degan umiddaman. Biz tarix yaratdik. O'zbekiston futbolidagi burilish qildik. Bundan oldin ham qo'llab-quvvatlab turishuvdi. Endi haqiqiy muxlislar bundan keyin ham qo'llab-quvvatlashadi degan umiddaman. Oldimizda endi keyingi maqsadlar shu jahon chempionatiga chiqish. Inshaalloh. Xudo xohlasa jahon chempionatiga chiqib ham yana tarixga kirmoqchiman. Rahmat.